Şu 30-80 ming so'm bo'pti. Men ko'nglimni ursangiz, shu 30 to'lab beraman. Birsini tanlang, oching birsin. Nereden geldingiz? Urganchdan. Urganchdan keldingizmi? Nima ishlatasiz? Kosmetolog. Kosmetologmisiz? Turmushga chiqamiz? Yo'q. Maharani o'zingizsiz. Sharoitimdan kelib chiqib. Sharoitimdan kelib chiqib. Aytib bilgan ishim. Qo'limdan kelib bilgan ishim. Aha, qarang, Xorazmda to'y atish qiyin-ku, ko'p xarajat ketadi. Shu to'yga ozroq xarajat turib sayohatga ketgan bo'larmidingiz yoki dabdabali to'y atgan bo'larmidingiz? Yo'q, men yarimda ozroq, keyin har ikkisi to'ydan keyin sayohatga ketgan yaxshi. Shuningdek, Tamam, dabdaba kerakmidi? Normalniy to'y bo'lgan yaxshi. orzuingizdagi yigit nechik bo'lishi kerak? Ishlab pul topadan, oilasini boqadan, mas'uliyatli bo'lishi kerak. Nov mashinada yurishi, mashina bo'lishi shartmi? Endi mashina endi baribir kerak. Tamam. Misol uchun borib kelib netib yurmagan, lekin nov mashina desam pasfel, oddiy, asrakmas, cho'nqi bo'lmasligi kerak. Necha so'm topish kerak aynan? Xudoning bergani. Unchalim ko'p topsa, shunchalim yaxshi. Oz topsam bo'laram. Endi sharoit oilasiga qarab, harakat etishi kerak-ku. Oz topsa yetmasligi mumkin. Tamam. Sizdan necha so'm berish kerak aynan xarajatlaringiz uchun? Endi qiz bolalar ko'p ketadi, bir nechadan bersam yetmaydi. Nechalik bersam shuncha yaxshi. Erkak odam nechalim ishlab pul topsa, shunchalim yaxshi. Baraka kelaveradi. Asa, necha chiqdi sizda? 02. Menda 19, afsuski 30dingiz. Lekin qolamiz mut bo'ldi shundan sizda. Yana qolamiz. Ganingiz uchun katta rahmat. Polimiz yoqdimi? Asa yana gap turing.